tadbirkorlar uchrashuvi bo'ladi bizda opalar akalar bir oyda bir marta. Bunda bankda bor mahsulotlarimizni kredit haqida, plastik haqida, omonatlarimiz haqida tushunchalar berib o'tamiz. Kimda nima savol bo'lsa, ochiq muloqot bemalol izohlar qilmasdan berishingiz mumkin. Hozir bizda ishsiz odamlarga kredit beryapmiz. Maqsad prezidentimizning qarori asosida ishsiz odamlarni ish bilan ta'minlash maqsadida. Shu uyda bekor o'tirmasdan ishlab nimadir shug'ullanib ham kredit to'lasa ham o'zini tirikchiligini eplash maqsadida berilyapti. 50 milliongacha kafillik asosida mahalla loyihasi dasturi doirasida beriladi. Bu kreditimizni muddati 5 yilga, 2 yil imtiyozli davri bor. 3-yildan tanasi chiqishni boshlaydi. Foizi 25%. 17 millionligimiz bor. U ham ishsiz ayolligi, erkanligi beriladi. Buni muddati 4 yil, foizi 25%, 6 oy imtiyozli davri bor. Yani yuridiklerimizga 300 milliongacha beramiz. 100 milliondan yuqorisi garov asosida, faqat 312 qarorga asosan 100 milliongacha garovsiz. Bunga ishlab turgan firma bo'lishi kerak. Shu bizda bo'lishi kerak. Boshqa bankda bo'lsa, bizga olib o'tsa 100 milliongacha kredit beriladi.